Yoshligimdan qiziqaman kitob o'qishga. O'zim o'qiyotgan maktabni boshqalarga IELTS 9 deb tasvirlayman. Kelajakda prokuror bo'lmoqchiman. Maktab direktori bo'lsam yaxshi savol. SAT baldan 1530 ball oldi. Assalomu alaykum, qadrli ota-onalar va bizani YouTubedan kuzatib turgan hamyurtlar. Bugun biza podkastimizning navbatdagi soniga ham yetib keldik va biza Oxford International School maktabining o'quvchisi 8B sinfda o'qiydigan Nosirov Islom bilan bugun dildan suhbat qilamiz. Islom, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hammaga. Islom, birinchi navbatda savollarni berishimdan oldin bitta o'zini tanishtirsangiz. Men Nosirov Islombek 8B sinfda hozir tahsil olyapman. Oilada katta o'g'il farzandman. Oilada 6 kishimiz, ota-onam va 4 ta farzandmiz. O'zi maktabga kelishingizdan oldin kun tartibingiz haqida bitta qisqacha bayon qilsangiz. Maktabga kelishimdan oldin kun tartibim ko'pincha telefon o'ynash, ko'chaga chiqish, uy ishi bilan vaqtim o'tmasdi to'g'risi. Bu maktabga keldim, hozir kun tartibim juda o'zgargan. Dars qilyapman hozir, vaqtli turyapman, vaqtli kelyapman. Hammasi joy-joyida. Maktabga kelganingizga qancha bo'ldi, Islom? Men hali sentyabrdan beri kelyapman. Shu yil birinchi yilim. Maktabda shu darslarga yaxshi tayyorlanib, shu to'g'ri o'qishga ustozlarim meni undadi va shunday bo'ldi ham. Hozir farq qaysi darajada, Islom? Oldingi maktab bilan agar hozir Oxfordni solishtirsangiz, farqlari nima? Farqlari o'qituvchilar ancha mutaxassis, chet davlatlarda o'qib kelgan, tillarni juda zo'r biladi. O'z darslarini juda mukammal qilib o'tishyapti. O'quvchilardan ham hech qanaqa shikoyatim yo'q. O'quvchilarim do'stona bo'lib ketganmiz. Maktabdagi kun tartibingiz haqida nima deysiz? Ya'ni ertalab nechida turib maktabga kelasiz va qachongacha maktabda bo'lasiz? Maktabda ertalab soat 7da turaman. Yuz qo'limni yuvib maktabga kelaman. Maktabda nonushtamni qilib, 8:40da darsga kirib, 5:00 gacha maktabda o'qiyman. O'rtada 1,5 soat obed qilib olaman. Keyin yana darsimni davom ettiraman. Zo'r. Maktabga 5 gacha bo'laman dedingiz. Maktabdagi vaqtingizdan keyin uyga borganingizda uydagilar bilan qanaqa bir yordam berasizmi yoki o'zingiz uchun ham vaqt qolyaptimi? Ha, o'zim uchun ham vaqt qoladi. Darslarimni qilaman maktabdan borib, ozgina dam olaman, kitobimni o'qiyman. Uydagilarga yordamim shu chiqindi tashlash, ko'chadan magazindan biror nima olib kelish. Shularda yordam berib turibman. Maktabga kelganingizga ko'p bo'lgani yo'q, lekin shunga qaramay men ishonamanki, do'stlar o'tirib olgansiz. Nechta do'stingiz bor hozir? Hozirda yaqin do'stlarimdan 4 tasi bor sinfimda. Maktabdagi boshqa sinfdagi do'stlarim bor, o'zimning sinfimdan, hattoki qiz bola do'stlarim bilan ham yaxshi kelishyapman. Zo'r. Eng yaqin do'stingiz kim? Eng yaqin do'stim sinfimdan hozircha Ibrohim. U bilan juda yaxshimiz. Yaqindan tanishib, uni ham hozirda birinchi yilni boshidan beri yaxshi kelishyapmiz. Kitob masalasiga kelsak, Islom, kitob o'qiysizmi? Kitob o'qib turaman. Ko'pincha yoz paytlari. Hozircha o'tgan kunlarni, Sariq devni minib asarlarini o'qiganman. O'zi qaysi turli kitoblar sizga ko'proq yoqadi? Menga ko'pincha badiiy, keyin ertak kitoblari yoqadi. Yoshligimdan qiziqaman kitob o'qishga. Ko'p kitoblarni o'qib turaman. Maktabga kelganingizdan beri sizni eng shu xursand qilgan voqeani haqida bitta gapirib bera olasizmi? Meni eng xursand qilgan voqea hozirgacha men o'ylardim 16 ta zamon bor ingliz tilida. O'sha 16 ta zamonni hech qachon o'zlashtira olmayman deb o'ylagandim bu maktabga kelishimdan oldin. Bu maktabga kelganimdan keyin Xudoga shukr, mana bugun oxirgi kunimiz 16 ta o'sha zamonni to'lig'icha o'rgandim. Xo'sh, bu degani 2-3 oyda o'sha zamonlarni o'rganib oldingiz. Zamonlarni o'rganib oldim 2-3 oyda. Zo'r. Agar bironta do'stingiz yoki o'zingiz muammoga tushib qolsangiz, maktabda qanaqa holat? Kimlar bir-biriga yordam beradi yoki bir-biriga nima deydi, yordam berish holati qanaqa? Maktabda jamoalarimiz, har bitta sinf bir jamoa.
lekin boshqa sinflarga ham yordam berishimiz mumkin. Mhm. Maktabda janjal, urushlar hech qachon bo'lmagan. Men o'ylaymanki, bundan keyin ham bo'lmaydi. Mhm. Yordamimiz qanday tegadi? Biror nimani tushunmasa yordam beramiz. Nimadirga qiynalsa, men ham boshida kelganimda uncha narsani bilmasdim. Deyarli hech nimani. Do'stlarim, o'qituvchilarim menga yordam berib shu darajagacha chiqarishdi. Mhm. Hozir o'zingiz o'qiyotgan maktabni boshqalarga qanday ya'ni tasvirlaysiz? Hozir o'zim o'qiyotgan maktabni boshqalarga IELTS 9 deb tasvirlayman. Mhm. Ko'pchiliklarda mana yaqinda maktabimizdan SAT bo'yicha 1530 ball olgan akalarimiz, o'sha ustozlar ham yaxshi, IELTS ballari, SAT ballari juda yuqori. Men shunday deb tasvirlayman. Juda zo'r. Mhm. O'zi kelajagingiz haqida gaplashsak, maktabga o'qishdan maqsad endi kelajak bo'ladi baribir, kelajakni o'ylab. Siz o'zi qanaqa kasb egasi bo'lmoqchisiz? Kelajakda prokuror bo'lmoqchiman. Yaqin kelajaklarda 10-11 sinflardan IELTS, SAT, milliy sertifikat ballarini olib, Mhm. hamma avgustda qiynalib o'qishga topshirish, u qanaqadir g'alati bo'lib yotganda, men shu sertifikatlar bilan o'qishga grant asosida kirib ketishim mumkin. Mhm. Kasbingiz haqida nima deysiz, Islom? Kasbim Prokurorlikka o'zi prokurorlik. qanaqa bu muhabbat uyg'ondi? Prokurorlikka muhabbat birinchi o'zimdan uyg'ondi. Mhm. Keyin uydagilarga aytdim. Prokuror bo'lmoqchiman dedim. Keyin uydagilarim juda zo'r kasbni tanlabsan, o'zing xohlagan kasbda bo'lishingni xohlaymiz bizlar ham deb o'sha kasb bo'yicha meni shu maktabga qo'yishdi. Mhm. Menga ham bu maktab juda ma'qul. Shuning uchun o'zimga kerakli hamma fanlarni yaxshi o'qiyapman. Mhm. O'zi darsdan tashqari baribir odamni o'zini ishlari bo'ladi, hobbisi Ha. deymizmi, o'zi shug'ullanadigan narsalar. Sizda hobbi bormi? Menda hobbi bor, kitob o'qib turaman, ko'pincha futbol o'ynab turaman. Futbolda o'yinim yaxshi, Mhm. ko'pchilikka yordam beraman. Ko'pincha do'stlarim bilan ko'p vaqt o'tkazishni yaxshi ko'raman, lekin darslarimni ham qilaman. Bu maktabdan chiqib do'stlarimga maktabimda kun tartibimni aytib beraman. Ular ham xursand bo'lishadi. Yaqin oralarda menimcha do'stlarim ham bu maktabga kelsa kerak. Mhm. O'zi o'zingiz qachondan bo'lasiz bunaqada siz aytyapsiz hobbim bor yoki darsim bor, maktabga kelaman deyapsiz, dam olasizmi o'zi? Ha, maktabda yakshanba kuni bizga dam. Mhm. O'sha kunlari ba'zi paytlar maktabga kelib, o'sha qo'shimcha darslarimni o'taman. Mhm. Lekin ba'zi paytlarda uyda qolamanda dam olaman. Mhm. Shu yakshanba kunlari yoki darsdan keyin 1-2 soat dam olib turaman. Mhm. Agar maktab direktori bo'lsangiz bir kunda, bir kungina maktab direktori bo'lib qoldingiz, nimani o'zgartirardingiz maktabda? Maktab direktori bo'lsam, yaxshi savol. Maktabda o'zgartiradigan narsa yo'q. Boshida kelganimda stadion o'zgartirmoqchi edim, stadion qurish. U stadion ham hozir qurilyapti maktabimizda 4-etajda. Ko'pincha shaxmat o'yinlarini ko'p qilishni so'rab qolardim. Mhm. Endi bizada bilasiz maktabda nonushta tizimi joriy Ha, qilingan. nonushta. Obed ham bor, ya'ni tushlik. Siz ikkalasida ham ishtirok etyapsiz deb o'ylayman. Ishtirok Ishtirok etyapman. etyapsiz. Qaysi biri yoqadi? Ya'ni nima yeyish yoqadi sizga? Menga ovqatlari yomon emas. Men xohlaganimdek har kun o'zim xohlagan ovqatni yeya olyapman maktabda. Mhm. Hamma ovqati yaxshi. Maktabda ko'pincha menga yoqadigan ovqatlarimiz dushanba kuni yo seshanba kuni osh, shunga o'xshagan ovqatlar menga yoqadi. Mhm. Do'stlar bilan yoki yaqinlar bilan, oila a'zolari bilan bayramlarni qanday nishonlaysiz? Bayramlarni oila a'zolarim yoki Navro'z bayramlarini masalan qarindoshlarimiz bilan ham nishonlaymiz. Mhm. Endi bu yil bilmasam, endi masalan Yangi yil bayrami kelyapti hozir. O'sha Yangi yil bayramini o'sha sinfdoshlarim, maktabim bilan nishonlasam kerak. Tayyorgarlik qanaqa maktabda? Tayyorgarlik yaxshi bo'lyapti. Har kuni o'zimiz maktabimizni, o'zimizni sinfimizni bezatib turibmiz. Mhm. Menimcha o'ylayman, bu maktab menga juda ham yoqadi va bu maktabdan men zo'r baholarga erishaman. Zo'r maqsadlarim bor. Aha. Eng yoqtirgan faningiz hozircha nimalar bo'ldi? Hozircha eng yoqtirgan fanlarim 3 ta. Ingliz tili yoqadi, IT fani va tarix fanlari yoqadi menga. Bu fanlar menga kelajakda ham kerak bo'ladigan fanlar. Mhm.
Oldingi maktabimda shu narsalarni o'rganmoqchi edim, lekin o'rgana olmasdim to'g'risi. Ustozlar yaxshi tushuntirmasdimi yoki o'zimda xohish bo'lmasdimi? Bu maktabda lekin boshqacha, o'sha hamma fanlarga o'zim jiddiy yondashganman. Mhm. Maktabdan Oksford maktabiga kelishingizdan oldingi va keyingi hayotingizni qisqacha ta'riflab bera olasizmi? Ha, kelishimdan oldin ko'pincha o'sha birinchi aytganimdek telefon o'ynash, ko'pincha uydagilarimga qarashib turardim. Kitob o'qish uncha yo'q edi. Ba'zi paytlar o'qirdim, bo'lmasam o'qimasdim. Hozirgi maktabimda juda ham o'zgacha. Darslarimni vaqtida qilaman, ovqatimni vaqtida yeyman, ota-onamga yordam beraman, ota-onamning duosini olaman va maktabga kelaman. Kun tartibim hozircha yaxshi. Oksford maktabini 3 ta qanday so'zlar bilan ta'riflay olasiz? Birinchi, o'qituvchilar malakali dars berishi. Ikkinchisi, maktabdagi hamma sharoitlar borligi. Uchinchisi, yaxshi do'stlar, yaxshi ustozlar borligi. Mhm. Endi maktabga kelmoqchi bo'lganlar bor, Ha. Sizni do'stlaringiz bo'lishi mumkin yoki bizani internetdan, YouTubedan kuzatayotganlar. O'shalarga qanday tavsiya berasiz? Maktabni yomon demayman. Maktab har doimgidek a'lo Oxford Fast Education maktablarimiz bor. Maktablarda IELTS ballari, SAT ballarini olamiz. Biz yangi rekordlar ham qilib turibmiz. Masalan, yaqinda bir akamiz SAT baldan 1530 ball oldi. Bu maktabimizga, menga motivatsiya bo'ldi. Mhm. Endi bizani kuzatayotganlar bor. Bizani kuzatayotgan yosh qari insonlarga o'shalarga qanday bir maslahat berasiz? Masalan, 8-B sinf o'quvchisi Nosirov Islom tomonidan maslahat, bir nima deydi, do'stona tavsiya deylik. Tavsiyam ko'pchilikka, Samarqandga, o'zimni sinfdoshlarimga ham u maktabimga qaraganda bu yerda ancha yaxshi o'qiyapman. Ingliz tilim juda ham zo'r hozir. IT fanlarini o'rganasiz. O'zingizga kerak bo'ladigan sohalarda mukammal bo'lishga yordam beradigan maktab Oxford International School. Rahmat. Endi bizada shunaqa bir udum yo'lga qo'yilyapti. Podkastdagi keyingi keladigan mehmonga savol berish kerak hozirgi mehmoni nomidan. Hozir Nosirov Islom keyingi keladigan mehmonni bilmasdan shunga qanaqa savol berardi? Birinchi o'rinda bu maktabga kelgandan keyin nimalar o'zgarganini, maktabdagi nimalar o'qiydigan fanlarini so'ragan bo'lardim. Keyin maktabda qaysi do'st bilan yaxshi kelishadi, qaysi sinf zo'rligini ham so'rab qolgan bo'lardim. Rahmat Islom, mazmunli suhbat uchun. Juda yoqimli bo'ldi deb o'ylayman. Sizlarga ham yoqdi deb o'ylayman, qadrli bizani internetdan kuzatayotgan insonlar, hamyurtlar. Biza bilan qoling. Nasib bo'lsa, kelasi sonlarda ko'rishguncha Islom kattakon rahmat. Hammaga rahmat. Rahmat hamyurtlar, bizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. Sog' bo'ling.